Siz ko'rib turgan ushbu video lavhalar Angren shahar Yangiobod yo'lida Dukensoy daryosi yonidagi manzara bo'lib, bugungi kunda ushbu tabiat manzarasi mana shunday holatda. Turizmga moslashgan ushbu qo'rg'onda daryo bo'yida sayyohlar soni oqimi kundan kunga o'sib boradi. Aziz hamshaharlar, hurmatli shahrimiz mehmonlari, barchangizni tabiatni asrab-avaylashga, shuningdek, Dukensoy daryosi yonida dam olganda turli xil maishiy chiqindilarni tashlab ketmaslikka barchangizni chaqiramiz. Tabiatning bu betakror manzarasi har birimizning sog'ligimiz uchun muhim va ahamiyatga egadir. Verilishga bizda shartnomamiz bor. Uchiq oqib. Soyga tashlab turmaydi. Iloji boricha barcha chiqib tashlash. O'rnalab bora